Arab tilida otlar va sifatlarning ko'plik shakli mavjud. Ular o'zbek tilida lar qo'shimchasini qo'shish orqali yasaladi. Arab tilida esa ko'plik yasashning alohida shartlari bor. Arab tilida ko'plikning ikki xil ko'rinishi mavjud. Ular to'g'ri ko'plik va siniq ko'plikdir. To'g'ri ko'pliklar muzakkar yoki muannas bo'lishi mumkin. So'zning oxiriga ma'lum qo'shimchalarni qo'shish bilan hosil bo'ladigan ko'pliklar to'g'ri ko'plik deyiladi. To'g'ri ko'plik odam va uning kasb-hunari, mansabi, qarindosh-urug'chilik munosabatini bildirgan so'zlardan yasaladi. Muzakkar jinsdagi so'zlar uchun una qo'shimchasi qo'shiladi. Masalan, muallimuna. Muannas jinsdagi so'zlar uchun esa atun qo'shimchasi qo'shiladi. Masalan, muallimatun, ya'ni muallimalar, o'qituvchilar. Al aniqlik artikli bilan to'g'ri ko'pliklar kelsa ham bir xil bo'ladi. Masalan, al muallimuna, o'qituvchilar. Oxirida au yoki aun qo'shimchasi bilan tugagan muannas jinsdagi so'zlarning to'g'ri ko'pligini hosil qilganda hamza tovushi vovga aylanadi va atun qo'shimchasi qo'shiladi. Masalan, hamrou hamrovatun bo'ladi. Samaun samavatun bo'ladi. Oxiri alif maqsura bilan tugagan muannas jinsdagi so'zlarning to'g'ri ko'pligini hosil qilganda alif maqsura yoga aylanadi va atun qo'shimchasi qo'shiladi. Masalan, bushroyatun bo'ladi. Siniq ko'pliklar har bir so'zdan o'ziga xos vaznda hosil bo'ladi. Bu vaznlar anchagina bo'lib, ularni ma'lum qoida asosida tartibga solib bo'lmaydi. Bunda so'z o'z shaklini o'zgartirib, ko'plik hosil qiladi. Kitabun kitob bo'lsa, kutubun kitoblar. Qalamun qalam bo'lsa, aqulamun qalamlar. Siniq ko'plik oldindan tayyor qoidalar asosida emas, balki har bir so'z uchun alohida o'rganiladi. Shu sababli uni ko'proq so'z yodlash orqali o'rganishimiz mumkin.